Kaltış oldu. Çıraylık görünüşlerini tatip aldım. Endi qarası faqan sakka. Paravuz bek yaxşı näse. Men onu bek yoqturma. Paravuzı kim kesip qilgan? Buni vat kesip qilganғы deymi? Fattamsa? Yo'q, xato dedim. Haras, George Stevenson kesip qilgan bo'lsa kerak. O qandaq kesip qilgan? Buni Aka, sen mi uqmamsa? yanılmamdan so'rab baqayli ya. Menga George Stevenson kerak. Endi bo'ldi. Go. Ya. Yaxshimisizlar? Men George Stevensonning mimi. Men sizlarga paravuzning qandaq keşif qilinganligini so'zlab beray. Obdan anlanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Əsrinin başlarında xanlarda kömür qazğıca yığılıb qalğan suni or maşinisi bilan odunluq chiqarib turishga to'g'ri keladi. İşlemek nayiti bi'atdi. Bu yeni tipdeki or maşinisi mi? Yeni aldınız mı? Şundaq. Qandaq ke? Chiroyliqmi ke? Ben sınaf bakayım. Or mashinisini sen mi bilemse? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilme. O George Stevenson bo'ladi. Onun dadisi xanda or mashinasiga o't qalaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadisining keyinda yurib, keyin o dadisining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu or maşinisinin yetersizlikleri köpken. Hareketlendirgen bilen mi apleşmesmikin? Nima da'vatı sen? Sen degan bir yordamchi tursan, nimani biletdin, ha? George, qarab tur. Hozir harakatlantirman. Oy, nima bo'lgandi bu? Oy, nima endi bu, ha? Qaranglar, men bayıldım deganmidim. Rost, yanıla Stevensonning degani to'g'ri ekan. Asta, meni tozi nas bostida. Yangi tipdagi bu or mashinasini yuqori bahada aran olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsem bulamdı, tepsi efendi. Sen meden, neymiş? Yelqi yeni tipdeki or maşinisini men yasap bakay. Yasap bakay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayanmagan narsani sen qanday yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir haplashib bakay. Xeyli ishlash gap qilyapsan. Bo'pti. Yazsang yasab bak. Ma'qul emsa.
hor mashinasi endile keşif kılıngan çağlatdı. Hor mashinasini Angliyalık James Watt keşif kılgandı. Bir kıtım Watt çögün kapıgının horunun küçüde kötürülgenligini körüp kılıp, horunun küçüden paylanış niyetiga geldi. Şunun bilen o özlüksiz tadqiq kılıp, ahir hor mashinasini yasap çıktı. Stevenson kichigiden tatıpla hor mashinasiga qiziqatdi. Lekin o ailesinin namiratligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lamaydi. Shunga yeshi xeyli cho'ngib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savodini chiqardi. Keyin u yana hor mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri hor mashinasini yasadi. Hareketlendireyim. Sınap bakaylı. Bek bana iş oldu. Nahayet bana iş oldu bu. Karamet iş oldu. Karamet iş oldu. Rahmet sana. Hammeylen Stevensonni maqtab ketishdi. Keyin u mas'ul boshqaruvchilikqa o'stirildi. Stevenson, hor mashinasini yasab yaxshi qilding. Endi to'xtamay ko'mir qazig'ili bo'ldigan bo'ldi. Lekin kömürni sırt toşığılı olmasa, kezi verip dövlep koygandan nem paydası? Bir amal tepip, onu şehirlerge, portlarga tuş kerekti. Rastaydı. O çağlarda kömürler realisті mаңдыған at arıvları bilen toşulattı. Hey atadaş, işte gerek mağsançı, kömür tağdek düğülünüp ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men bütün kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen en tez yuguraysan o. O'r mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? Hor mashinasini qandaqsiga uloq degili bo'ladi. Uni uloq degili bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğun amalken. Çatak yok. Mem, anlap dur. Ben çokum hor maşinesini atның ornunda haru söyleydiğen kılıp yasap çıkımen. Bek optan bo'ldi. Emisa onu paravuz deb atandı. Şundak, paravuz deyli. Buludu, ben paravuz yasay. Paravuz atdin kişilik hem tez mağdığan bolsun. Bulandı. Dada, nem qılıvatsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qıvatdı men. Paravuz demsa? Robert, ben kichigimde o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Anladingmi, Robert? Men cho'qim sana yordamlashima. Yaxshi. Sürüştürüp gelsek, paravuzni tuncu qitim yasagan adam Stevenson emas. Belki Richard Terwitki. O hor mashinasi injener edi. O birinci bulup hor mashinasidan foydalanib paravuz yasashga urinib baqqan. O chaqdagi hor mashinasi nayti egiz, ammo surati bekmi oz tutdi. Terwitki keraksiz gazni turg'undan chiqarib etib, o'tning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadi. 1804-yili Terwitki nomli tunji paravuz dunyoga keldi. Çok aylandı. Ne oldu? Sınak mağlup oldu. Terwitki shundan keyin umidini üzüp paravuz yasashni biraqli tashlab etdi. Bu 1812-yilning ma'lum bir kuni edi. Hey, Stevenson, Bahram kanadi ko'mirni paravuz bilan to'shig'ida kirib kelmabsan. Nima? Paravuz? Halsken ha? Halsken. Sekiz vagonla tahta alamda yok. Tekin nöbetli körümüz. Şundak. Paravuz örilip ketip yürmez. Şundaqtımı bir körüşke arziydi. Rastlı mağandığanda o. Sizlikki yuqori bo'lgan Mağdığı bu. Mangde. Aslı mangde. Mangde. Hakikaten mi kaldı iskenci mi? He? Kaltısken. Lekin sen kopaldak kılıdı.
qaranglar, çataq chiqdi. Qaraganda parovoz atni o'rnini bosolmaydigan o'xshaydi. Parovoz degan bir nima, raskaq kamigidek. Stevenson, qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Parovoz davri hamon yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson nayta astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetersizliklarini tekshirib chiqdi. Tervetga namliq paravuzning porshin bilan chaqning o'ttirisiga tishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq tishliq emasdi. Shunga paravuzning vazni yeniklatilsa, chaq bilan relisning surkilishi aziyib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Polden sop chaq bilan relis qachish chiqargandi. Lekin tishliq chaq bilan relis tishi o'ttirisida surkilish paydo bo'lg'achqa, chaq tez aylanolmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib, boshqacha bir xil amal topdi. Ya'ni porshin bilan harakatlanguvchi chaqning o'ttirisidagi tishliq chaqni ilib tashlab, ikki chaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib, Stevenson bir xil yangi parovozni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi. Chaqlarda Darlington ko'mirkoni bilan Sidirkudun porti o'ttirisida relislik at harbi qatnashni yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni relislik at harbining o'rniga parovoz ishlatishga ko'ndirdi. Bir kuni Stevensonning sayohatchi nomli parovozi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Təvəz kömür qaçlanğan 6 vagon, yolcular düşkən 28 vagon, cəmi 34 vagon qatar tizilib turatdı. Hey, sayohatchi namliq parovoz rastilla 34 vagonni tota oladimi? Unda qilganda parqozni portlab ketishi mumkinmi? Pek dehşetli iş buldu da. Ha, bo'pti. Sayohatchi namliq parovoz at bilan baslashmoqsin. Emse hazır başlaymiz. Başlandı. Qo'zg'aldi. Chaq aylandi. Robina, tezroq chop tur. Tez bo'ladigan bu. Raqs emasmi? Otdek tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qoldi. Tez yurgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd yo'q. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yana tez mang'idi ekan. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Texnik kelmeydi o. Ha, geldi. Storkidon bükti. Ha, sayohatchi namliq parovoz muvaffaqiyat qozondi. Muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qildingiz, sizni tabriklayman. Paravozning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qora bo'lib ketdim. Qap-qora bo'lib ketsam mayli. Sayohatchi nomli parovoz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan paravozdi. U chaqlar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyin ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq to'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p to'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar harva yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nglab ketib, paraxod mangamaydi. Shuning bilan ular Stevensonni eslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oralig'iga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi.
Stevenson ali maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli parovozni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli parovozning parqazni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular reylis yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshlab Biroq Dada diqqat qiling. Robert, taxas bo'l. Yo'q qilish! Tez yo'q qilish! Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga Stevenson kerak emas, tez yo'q qilish. Yo'qotsin! Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qot! Dada tez yo'q qilish! Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar parovoz turg'undan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't opit paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mekiyanlar parovozini o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mekiyanlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, harva bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'ashqa, parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sasliq edi. Dada, Bu yerlar sapli sasliq ekan. Bundaq bo'lsa, temir yo'l yasig'ili bo'lmaydi. Dada, burun siz har qanday qiyinchilik yo'liqsingizmi, uni yengib chiqatdingiz-ku. Robert, Mana endi yiningizdi manba. to'g'ri deding, Robert. Bundan keyin men sizga yordam bo'laman, dada. Rahmat, Robert. Shundan e'tiboran Stevenson bilan Robert har kuni ertagandan qorong'i tushgacha ishlab, 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar parovozning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning parovozni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, parovoz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'i qo'ydi. 1829 yil 10 oyning 6 kuni parovoz musobaqasi o'tkazildi. Birinchisi Shabalir nomli, ikkinchisi Boshbiyarus nomli, yana birisi Nobel bayrog'i nomli parovozdi. Bak chiroyliqqa. Chempion bo'lsa-da gap yo'q. Cho'qim Nobel bayrog'i nomli parovoz chempion bo'ladi. Bu parovozchi Stevenson bilan Robert yasagan Rakita nomli parovoz. Bu parovoz baksatgan. Nobel bayrog'i nomli parovoz bilan qanday Shunday men qanday chempion bo'la olsin? Rakita nomli parovoz hargizmi chempion bo'la olmaydi. Ikkinchi kuni musobaqa boshlandi. 32 kilometr oraliqda u yoq bu yoqqa 20 qatim menish belgilandi. Shabalir bilan Boshbiyarus nomli parovozdan chataq chiqib, o'rnidan qo'zg'alanmadi. Bu bo'lmadi-ku. Buni qandaqmi parovozlig'i bo'lsin? Nobel bayrog'i nomli parovoz bataqi. Qo'zg'oldi. Nima degan bilan Nobel bayrog'i nomli parovozda? Voy, Nobel bayrog'i nomli parovozdan bo'lgandi. Yaman bo'ldi. Chataq chiqqanda qiladi. Asta, Nobel bayrog'i nomli parovozmi yatdi? 3-kuni Rakita nomli parovozga navbat keldi. Stevenson, Robert, g'ayrat qilinglar. Rahmat. G'oyat zo'r muvaffaqiyat bu. Dada, sizni tabriklayman. Parovoz davri oxiri yetib keldi. Shu chaqda Rakita nomli parovoz soatiga 46 kilometr yurib birinchi bo'ldi. 1830-yili Manchester bilan York oralig'ida rasmiy poyezd qatnadi. Keyin Stevenson bilan Robert hamkorlashib, o'zliksiz yaxshilab nurg'un parovozni yasadi. Shunga Stevenson parovozning otasi deb ataldi. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850-yili 11 ming kilometrga, 18
1860 yılı 25 ming kilometrga, 1890 yılı 320 ming kilometrga yetdi. Amerikada 1850 yılı 14 ming kilometrga, 80 ming kilometrga, 260 ming kilometrga, 1920 yılı 420 ming kilometrga yetdi. 1854 yılı Amerikalik bir Yaponiya generaliga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872 yılı Nunjining 5 yılı Xinjiang bilan Xinbin oralig'ida birinchi qatim temir yo'l yasaldi. Shu chaqda Rakita nomli paravuzning muvaffaqiyatli yasalganiga 43 yil bo'lgandi. Poyezd kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbinga berish uchun to'p-to'g'ri bir kun ketadi. Poyezd bilan bo'lsa 54 minutda bağlı bo'ladi. Kira haqi qimmat bo'lsa-mu, yanada poyezd qulaydi. Paravuzi bağın sır azıyıp onun o'rnini motorluq paravuz egalladi. Yani elektrik paravuzlarmi bor. Sizlar hammani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xayr xo'sh. Stevensonning paravuz yasagan ishlarini endi uqqansa? Uqdim, shundaqmi? Ne ketdi bu? Telefon? Vay. Men. Sen o'zing yolg'iz ne ketding? Men elektrik poyezdda. Elektrik poyezdda? Bu kelgusidagi poyezd azroqmi chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'rgili, telefondagi bildikka, ajab qulaylikka. Stevenson hayron qilayapsan. Hey, men kino ko'raman. Telefonni qo'yib etdim, ha? Poyezdda kino ko'rgil bilamdika?